Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mashinamiz Epica mashinasi. Xo'p, bunda bo'layotgan muammo. Xo'p, ertalabda bu ham benzinda yurmagan. Benzin asos bitta ishlab turib, keyin qayta ishlamaydi, yurg'izmaydi mashina. Xo'p, keyingi muammolari bundan chiqdi. Xudo xolasa mana predahnitel blokni almashtirdik, mana o'ziniki eskisi. Buni ichidan kontaktlar bo'ladi. O'shalarga suv kirib ketib qolsa, boshqa narsa bo'lganda slabik kontakt bo'lib qoladi. Kobaltga o'xshaydi bu ham. Kobalt tashqi slabik kontakt bo'ladi. Shu sababdan bir yo'li predahnitel blokni o'zini shunday almashtirib oldik. Xudo xolasa yarimdagi yuryapti. Kimda shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, Epica mashinasida telefon orqali aloqaga chiqib kelaverasizlar. Xudo xolasa muammolarini bitkazib beramiz. Mana akalar, hozir Epicani benzin asosini ochib olganmiz. Lasetiyadagi qo'lchalar ekan, zentranikidagi. Xo'p, tashqarisiga olganmiz. Benzin asosi ishlamay qolayotgan ekan. Mana akalar, benzin asosini chachib olganmiz. Xo'p. Bunda benzin asos turar ekan. Bu pampers o'sha ekan. Pampers jonivor. To'lib ishib ketibdi. Xo'p, bunga akalar, bilmaganlarga lifehack, Matiz'da pampers tushar ekan. O'zimiz обычный benzin asos tushar ekan bunga. Manalaricha hech problema bo'larkan, tagmalari yaxshi ekan, o'zimiz narsalar tushar ekan o'zi. Kim shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, telefonlash aloqaga chiqib kelaverasizlar.